O'zbek tilida nima uchun bunaqa so'zlar yo'q? Misol uchun, bironta odamga gap boshlayotganingizda yoki stories yozayotganingizda koreys tilida gapni boshlovchi so'zlar bor. Misol uchun, 저기요, 그거 아세요? 아니 근데 그거 알아? 야, 너 그거 알아? 야, 저기 혹시 mana shunaqa gaplar bor, lekin o'zbek tilida o'ylab qarasam umuman bunaqa gaplar, so'zlar yo'q ekan yoki men bilmayman. Umuman siz o'rtog'ingizga gap boshlayotganda yoki stories joylayotganda, umuman tanimagan odamingizga gap boshlayotganda gapingizni nimadan boshlaysiz? Men to'g'risini aytsam mana shunaqa so'zlarni bilmaganim uchun gapirib stories joylay olmagan paytlarim juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun o'ylab ko'rib o'rganishga qaror qildim. Agar bilsanglar, albatta yozib qoldiringlar. Sizlar o'rtog'inglarga gapni odatda nimadan boshlaysizlar?